Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlarni sahifamda ko'rib turganimdan xursandman. Bu YouTube sahifamni ochishdan asosiy maqsadim sizlarga o'zim bilgan tradingdagi ma'lumotlarni sizlarga ham yetkazish qaysidir ma'noda. Ya'ni bu sohada nima desa bo'ladi? Oson deb bilganlar uchun, razgunga qiziqayotganlar uchun, katta daromad topaman deb o'ylayotganlar uchun bu videoyimni tayyorladim. Sababi xuddi shunaqa o'ylovchilar tradingda oxirigacha bora olmaydi. Tradingda bir narsa bor, ya'ni risk management. Sizda ming zo'r bilim bo'ladimi, ming aqlli matematik, fizik bo'lasizmi, bilim muhim emas tradingda. Birinchi muhim narsa bu sizni psixologiyangiz. Xo'p, bir tanishim eng qimmat mana shu O'zbekistonda qimmat kurslarda o'qigan va hozir bor butini sotib Rossiyaga ravona bo'lgan. Bu hozirgi holatimizda bo'layotgan voqeliklar. Ya'ni nima demoqchiman? Trading sohasini agarda risk menejmentga amal qilmaydigan bo'lsangiz, psixologiyani rostlamaydigan bo'lsangiz, qimordan battar. Qimordan battar. Bu gapimni isbotlayman. Sababi sizga savol, ya'ni trading sohasiga kirdingiz. Men asosan trading sohasiga kirgan kuzatuvchilar kuzatsa kerak deb o'ylayman. Sababi trading haqida gapiryapman. O'shaning uchun sizlar tradingga qiziqadigan insonlarga rekomendatsiya qilsa kerak bu videoyimda. Siz deylik XBet o'ynamoqchisiz. Sinab ko'rasiz 50 ming, 100 ming so'm bilan. Tradingda esa ko'pchilik boshlang'ich summasi $100 dan boshlaydi. $100, $200 bilan boshlaydi. Chunki odamlarning miyasiga singdirib qo'ygan, ya'ni kichkina summa bilan savdo qilib bo'lmaydi. U razgon uchun emas. Xo'p, vaholanki o'sha $100, $200 da demak 10 ming, 20 ming dollar qilmoqchi bo'ladi trader. Bu hech qanaqa misol moliyaviy savodxonlikka ham to'g'ri kelmaydi, sababi mashhur katta traderlarning natijasi yillik 7-8% ni tashkil qiladi. Ya'ni 7-8% daromad qiladigan bo'lsa, trader do'ppisini osmonga otadi. O'sha biz bilgan yoki bilmagan mashhur traderlar. Bizni O'zbekistondagi traderlar esa $100 da 100 ming qilmoqchi bo'ladi. Xo'p, bu narsa yomon emas. Ya'ni niyat. Lekin unga qilinadigan harakat noto'g'ri. O'sha misol kuzatayotgan traderlaringizni 90-95% real shotda ishlamaydi. Termination shotlar yoki testoviy shotlarda ishlaydi marketing sabab. Ya'ni o'sha brokerni reklama qilib beradi. Siz u broker orqali ro'yxatga o'tib savdoni qilasiz va uni cho'ntagini to'ldirasiz, qo'pol qilib aytganda. Shuning uchun hamma narsaga ishonib marketing qurboniga aylanmang. Bu videoni qirqmayman, sababi ommaga chiqib ko'p gapirmaganman. Shunga aybga buyurmaysizlar. Ozgina chalkashliklar bo'lishi mumkin. Kamera qarshisida gapirib o'rganmaganman ko'p. Endi chiqyapman, sababi mana vijdon qiynalgani uchun. Ya'ni ko'p traderlar meni ustida yuribdi. O'z ko'zlarim bilan ko'rganim uchun bo'layotgan voqealarda vijdon qiynalyapti. Ertaga sizlar ham yangi boshlayotgan traderlar yoki misol 1-2 yil sohada yurib foyda qila olmayotgan traderlar mana internetdagi zo'r natijalarni misol Instagramga qo'yayotgan traderlarni hiylalariga uchmang. Ko'p aytganimdek 90-95%, hammasi ham emas, endi 90-95% aksariyati marketing uchun qiladi. Ya'ni broker, bizga ham juda ko'p brokerlar chiqadi, ya'ni termination shot qilib beradi, testoviy shot qilib beradi. Ya'ni xohlagan summangiz $100 ming degan bo'lsangiz $100 ming ga to'ldirib beradi. U real bo'lib ko'rinadi, o'sha karta belgisigacha chiqadi. Lekin afsuski u termination shot bo'lib chiqadi. Va siz uni qilayotgan foydalarini haqiqiy pul deb o'ylaysiz va ulug' shaman deb u traderda ko'klarga ko'tarasiz, lekin afsuski unaqa narsa bo'lmaydi. Yangi boshlayotgan trader nima qilish kerak? Yangi boshlayotgan trader umuman ijtimoiy tarmoqlarni kuzatmaslik kerak. Tavsiyam, umuman bizni ham kuzatmaslik kerak bo'lsa. Chunki bizda ham xato bor. Trading sohasi individual soha.
Ya'ni har bir inson o'zi o'rganadigan, o'zi daromad qiladigan soha. Imkoni bo'lsa kursga ham bormaslik kerak. Chunki O'zbekistonda 90-95% trader razgonchi. Undan nimani o'rganasiz? Razgonni o'rganasiz. Qo'pol qilib aytganda qimorni o'rganasiz. O'shaning uchun tavsiyam o'zingiz o'rganing, psixologiyangizni rostlang. Abdulloh domlaning bir gapi bor, hech o'sha esimdan chiqmaydi. Ahmoq inson o'zi qilgan xatolari ustidan dars oladi. Aqlli inson esa birovlarda qilgan xatolarini ko'rib dars oladi deydi. Ya'ni siz hozir internetda juda ham ko'p silih bo'lgan treyderlar, kredit olib yo'q qilgan treyderlar juda ham ko'p, shularni ko'rib dars oling va hayotingizga tatbiq qiling o'sha ularda qilgan xatolarni qilmaslikka. Ular nima qilgan? Ko'p aksariyati razgon temasiga aralashgan. Ya'ni siz trading sohasiga kiryapsizmi? Siz investorga o'xshab fikrlashingiz kerak. Ya'ni investorga nima kerak? Investorga passiv doimiy daromad kerak. Sizga ham xuddi shunaqa bo'lish kerak. Tradingni kasb qilib olmanglar, sizlarga maslahatim. Shu doimiy passiv daromad keltirib turadigan bitta sizning hobbingiz bo'lib tursin bu. Kasb qilish uchun juda ham tajribangiz baland bo'lish kerak deb o'ylayman men. Kattaroq summa kerak deb o'ylayman. Shu 100 ming plus. O'shaning uchun ijtimoiy tarmoqlardan voz kechib, agar yaxshi natija qilmoqchi bo'lsangiz sohada, bo'lmasa agar bitta narsada, agar sohani zo'r o'rganmasangiz, mana shu kurs o'tishdan nariga o'tmaysiz. Kurs o'tasiz, mana tradingni o'rganasiz, silif qilasiz, yo'q qilasiz pulingizni, keyin kursga e'lon qilasiz. Bam. O'z kursimizga start berdik deb. O'sha narsa bo'lmasligi uchun sohani yaxshilab o'rganing. Xo'p, hayotiy narsalardan yana bitta aytib beraman. Ikki xil sartarosh bor. Yoki mana sartarosh demaylik, hozir sartaroshlarda ham soqqa normalniy. Ikkita kosib misolini keltiraylik. Ikkita kosib, mana shaharda bo'lgan voqea. Ikkita kosib bor, bittasi boyvachcha, bittasi o'sha doimiy pulni topib yuradigan, 50-100 ming pul topadigan misol kosib bor. Ikki xil kosib. Ularning farqi nimada? Ularning farqi mehnati va bilimida, sabr toqatida, qilgan riskida. O'shaning uchun siz ham o'z ishingizni mutaxassisi bo'ling. Qanaqa sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar, imенно tradingda emas. O'qituvchimisiz, biznesmenmisiz, tadbirkormisiz? Xo'p, arxitektormisiz? Eng zo'ri bo'lishingiz kerak bu sohada ham. Eng zo'ri bo'lish uchun mana bu maynavoqchiliklarni ko'rmaslik kerak. Ko'proq bilim olish kerak, praktika qilish kerak. Praktikani ham $100, $200 solib turib, razgon qilish emas, iloji boricha mikro shotlarda, ya'ni sentoviy shotlarda praktika qilish kerak, kichikroq lot bilan. O'sha narsaga miyangiz tayyorlashingiz kerak, ya'ni 7, 8, 9, 10% ga yillik. O'shandagina yaxshi natija qilsangiz bo'ladi. Tak что shunaqa gaplar o'rtoqlar. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsam uzr. Bu albatta meni fikrim. Kimga qanaqa, o'z fikrlarimni sizlarga yetkaza oldim degan umiddaman. Xudo xolasa, kelasi videolarda yaxshi chiqishlar qilishga harakat qilamiz. Bu birinchi intervyu shaklidagi videomiz bo'lyapti. Ayibga buyurmaysizlar, tutilishlarga, chalkashliklarga. Sababi birinchi marta uzoq video olyapman va kamera qarshisida sizlarga fikrimni bayon qilyapman. Xudo xolasa, keyingi videolarda qanaqadir foydali strategiyalar, sizlarga manfaatli bo'ladigan videolar qilishga harakat qilaman. Meni kuzatishda davom eting, sahifamga obuna bo'ling. Sog' bo'ling.